Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana Fransiya keldi chiqdi xizmati bo'yicha Fransiyada mana hozir keldik. Mashinalarimiz mayli yo'ldagi mo'yka bo'lib turibdi. Mana bu tomondan metro Kurdiston. Odamlarni hozir shu yerga olib kelib metro Kurdistonga tushirdik. Keldi chiqdi xizmatlari bo'yicha mashinalarimiz transport. Mana bu 6 kishilik mashinamiz, bu esa 4 kishilik mashina. Mana shunaqacha so'zib qoladi, bir joyda 4 kishi qoladi, 4 kishi chiqqanda bu mashinamiz boradi. Moskva bo'yicha odam yig'ib 6 kishilik bilan bu mashinamiz boradi. Keyin sizlarda O'zbekiston fuqarosi, Qirg'iziston fuqarosi, Ozarbayjon fuqarosi mana shular aralashib qoladi. Sababi O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon fuqarolariga zadirishga yo'q, ular bez o'chirib kelib chiqadi Fransiyaga. Tojikiston fuqarolari esa alohida olib kirib keladi Fransiyaga. Chunki Tojikiston fuqarolarida ozgina 4-5 soat zadirishgasi bor, ularni 4-5 soat zadirishga qiladi. Shuning uchun ular alohida qiladi. Ular tojiklar bilan hech kim bizni aralashtirmaymiz. Keyin mashinalarimiz qo'ysa mana 6 kishilik mashinamiz. Bu mashinalarimiz mana 6 kishilik mana bemalol solvay ko'rishingiz mumkin. Mana mashinalarimiz mana Comfort Plus, Business Class mashinalarimiz. Bu mana 6 kishilik mashinamiz. Bunisi esa mana bizda 4 kishilik mashina. Bu mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana salonlarini 4 kishilik mashina bu. Shu uchun keldi chiqdi xizmatlari bo'lsa bemalol mana shu nomerlarga telefon qilinglar, o'zimiz olib borib kelamiz. Keyin dokument masalasi bo'yicha aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana dokument masalasi bo'yicha birinchi o'qirayotganda чтобы документальный без проблем borib kelish uchun patent, zеленый karta обязательно bo'lishi kerak. Yo'lda oblastda patent bilan zеленый karta so'raladi. Amina не особо, u особо so'ralmaydi. Amina kamdan kam so'raladi, registratsiya bo'ladi o'rnidagi. Undan keyin dokumenti bormi yo'qmi ulardan bez problem ko'rib kelamiz. Bizda oстановка bo'lmaydi. Chunki mana mashinamiz nomerga qo'yilgan, asosiy nomer bu nomer. Undan keyin dokumenti mana reyestrga tushganmi, zolotaya qaradan qarzi bormi, bez dokumentmi, ularning bizga umuman farqi yo'q. Chunki biz plat yo'ldan borib, plat yo'ldan borib kelamiz. Keyin o'g'richa yo'llari bor, tamoshdan tanishlarimiz bor, o'zimiz hamma tomonlarga yordam beramiz. Agar mobil dokumentdan so'rab ketgan bo'lsa, muammo bo'lsa, bizga murojaat qiling, o'zimiz sizga yordam beramiz. Femesga borib kelish bo'yicha undan ham yordam berishimiz mumkin. Shuning uchun bemalol nima qilaringlar, agar kelib chiqib kerak bo'lsa. Dokumentingiz so'rab ketgan muammo bo'lsa, unda problema yo'q, yordam beramiz. Bu mana 6 kishilik mashinamiz, hozir mo'yka kirib mo'yka bo'ladi. Bu mana kecha keldi Granitsadan. Shuning uchun bemalol telefon qilaringlar shu nomerlarga. Keyin kamchiliklar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaringlar, o'zimiz yordam beramiz. Kelib chiqdi temasi bo'yicha.